Bugungi darsimizda to, for, so that haqida gaplashamiz. Bularning hammasining tarjimasi bir xil, uchun deb tarjima qilinadi, lekin bir-birida katta farqi bor. Boshladik. Birinchisi, to haqida gaplashadigan bo'lsak, to dan keyin verb ishlatamiz, ya'ni fe'l qo'yishimiz kerak bo'ladi. Qolganlarda eng katta farqi mana shu. To dan keyin verb keladi va bu bizning maqsadimizni bildiradi. Uchun degan tarjima va maqsadimizni bildiradi. Biz biror bir ish harakatni nima uchun bajardik, shuni ko'rsatadi. Masalan, I'm learning English, men ingliz tilini o'rganyapman to study abroad. Nima qilish uchun? Chet elda o'qish uchun. Mana bu yerda to dan keyin mana verb kelyapti. Nima qilish uchun? To study. O'qish uchun degan ma'noni bildiradi. Ya'ni siz maqsadingizni doim to bilan aytishingiz kerak bo'ladi. Ba'zilar aytadi, for studying desa ham bo'ladi-ku, desa bo'ladi. Yo'q, u for studying maqsadni bildirmaydi. Maqsadni to bildiradi. To study. Keyingisiga o'tamiz. For. For ni ham tarjimasi uchun degani, faqat for dan keyin noun. Ya'ni ot ishlatasiz. Fe'l qo'ymay, ko'pchilik mana shunday xato qiladi aytganimdek. Hech qachon for dan keyin siz fe'lni o'zini qo'yib ketmang. Fe'lmi to ishlatish kerak. Noun, otmi for ishlatish kerak. Hop, masalan, I bought this gift. Men bu sovg'ani sotib oldim. For you. Sen uchun. To you deb bo'lmaydi buni. For you. Sen uchun sotib oldim. Hop, qachon to kelardi? To dan keyin agar fe'l kelsa, bu yerda you ish harakatni bildirmaydi. Bu ot, shaxsni bildiradi. Yoki yana bitta misol tuzdim, qaranglar. The gate is for our new house. Ya'ni for uchun. Nima uchun? Our new house. Bizni yangi uyimiz uchun. Demak, bu yangi uy degani bu noun hisoblanadi, ya'ni ot, nima so'rog'iga javob bo'ladi. Shuning uchun uni oldidan for qo'yar ekanmiz. Ana endi so that ga keladigan bo'lsak, so that bu ikkalasida umuman boshqacha tarzda ishlatiladi. Uchun degan ma'noni beradi so that. Faqat so thatdan keyin qarang, siz to'liq bitta gap qo'yishingiz kerak. U gapingiz subjectda bo'lishi kerak. O'rtasida will, may yoki can modal fe'llardan bittasi bo'lishi kerak. Fe'l va object bo'lishi kerak. Ya'ni to'laqonli gap qo'yishingiz kerak-da. Ya'ni bu nimadir qilish uchun degan ma'noni bildiradi. Ya'ni mana bu to bilan aytganimizni to study abroad deb qo'ydik-ku, osongina chet elda o'qish uchun. Ana endi so that bilan xuddi o'sha gapni aytsam, I'm learning English degan joyini yozib olaman. I'm learning English deb mana shu joygacha keldim. Endi o'rtada so that qo'yaman-da. So that uchun, so that nima uchunligini to'liq gap qilib yozaman. So that I can study abroad. Ya'ni men chet elda o'qiy olishim uchun ingliz tilini o'rganyapman degan gap bu yoqda hosil bo'lyapti. Ya'ni so thatdan keyin siz to'laqonli egali, mana fe'li bor, to'ldiruvchisi bor gap qo'yishingiz kerak ekan. Bitta joyiga e'tibor bering. So thatdan oldin siz hozirgi zamon ishlatayotgan bo'lsangiz, will, may, can qo'yishingiz mumkin bo'ladi. So thatdan keyin kelgan gapda. Agar so thatdan oldingi gap o'tgan zamonda bo'lsa, I learned English man o'tgan zamonda. Mana bu gapdagi will, may, canlar ham o'zini o'tgan zamon shakliga o'tishi kerak bo'ladi. I could study abroad. Ya'ni bu gap tarjimasi, men ingliz tilini o'rgandim, chet elda o'qiy olishim uchun. Va qaranglar, men will ni o'tgan zamon shakli qanaqa bo'lib ketadi desangiz, would bo'lib ketadi. Would. May niki qanaqa bo'lib ketadi desangiz, might bo'lib ketadi. Might o'tgan zamon. Can niki could. Buni ko'pchilik biladi. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Sizlar bilan Teacher Bobur bo'ldi. Keyingi darsda ko'rishguncha.